Yonma-yon qo'shni kes. Peychaqa kelinchilik. Kimki rizqi keng bo'lishi, ajali kechiktirilishini, umri uzoq bo'lishini xursand qilsa, qarindosh bilan aloqani bog'lasin. Qarindosh bilan aloqani uzganlar duo qabul bo'lmaydi, bilib oling. Gaplashib yurganlar, arazlashib yurganlar, sotdan chiqib borib uzr aytib bilan berishi. Shayton yo'l qo'ymaydi. Sen kimsan, sen uzr so'raysan, bizni gap kibr balanddi. Men so'rayman, uzr deydi. Siz so'rang, nima qiladi? Shuncha xudo gunohini kechirdi-ku. Sen kimsan sen? Alloh kechirgan o'tganida kechiringiz so'rang bir-biringizdan. Ammo hech rizq kelmaydi. Nima uchun rizq kelmayapti? Chunki kimning uzoq bo'lsin, rizqim baland bo'lsin desa, aqidai rahim qilsin dedilar. Qo'shniga oqibatda bo'lish. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan qo'shnisini hurmat qilsin. Qo'shnilar ham albatta yaxshi bo'lmay qolgan oldingi yo'lda. Hatto ba'zilar taniy olmaymiz. Ilgari ana Yevropa mamlakatlari bitta domdan kelib chiqargan bir-birini tanisa, bizda ham xuddi shunaqa bo'lib taniydi hozir bizdan chiqdi. Kim turibdi o'ta bilmaydi. Qo'shni uch xil bo'ladi-da. Bitta haqqi bor qo'shni. U eng haqqi, eng oz qo'shni. Ikkita haqqi bor qo'shni. Uchta haqqi bor qo'shni. Bunisi eng ko'p haqqi bor. Endi bitta haqqi bor qo'shniga kelsak, u mushrik qo'shni. Uning qo'shnilik haqqi bor, xolos. Ikkita haqqi bor qo'shni, musulmon qo'shni. Uning ham musulmonlik haqqi, qo'shnilik haqqi. Uchta haqqi bor qo'shni, musulmon qarindoshlik qo'shnilik va musulmonlik qarindoshlik qo'shnilik. Janobi Sarvari olam mana bu qo'shniga taom chiqardinglarmi deb so'rardilar. Bizda ham bormi shunaqa? Anaqa aytilardi onalarimizga, otalarimiz. O'sha anaqa sho'rvanga bir oz suv qo'shib yuboradi ozgina. Men qo'shni ham chiqaramiz deyishardi. Shunaqami? Qarang qo'shni haqida yo'q ketdi. Nimaga? Mahallada bir to'yda